Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz aka? Kirishga kerak. Ha? Ochadi. Men bilan keldim. Yo'q, men keldim. Shoshmela, kamera. A ver, para. Es penal. Es penal, ¿eh? Es penal, es penal. Tiene el brazo bien abierto. Señoras y señores, penalti a favor del Real Madrid. Jazir aka, sizni navbatingiz ekan aka. Qarang, albatta kirdi chiqdi xizmatlari mavjud bo'lib, bizda ya'ni samolyotda bor yo'g'i bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi aka. Siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar sizlarga bor yo'g'i bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. E'tibor beringlar do'stlar, narxlarimiz 12 ming rubldan boshlanadi. Sankt-Peterburgda bo'lsangiz, Moskvada bo'lsangiz 11 ming rubldan boshlanadi. Undan ham e'tibor berarli jihati, narxlar kuniga qarab o'zgarishi mumkin. Qancha ertaroq oladigan bo'lsangiz, narxi shuncha arzonroq chiqaradi. Do'stim, agar joningizni qiynamasdan bir kunda samolyotda kirdi chiqdidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilsangiz, sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz. Endi o'zingiz fikrlab ko'ring do'stim, mashinada boradigan bo'lsangiz ham 12 ming 13 ming rubl pulingizni oladi. Undan tashqari 3 kunlab yurasiz, oyog'ingiz og'riydi, 2 kun kuningizga yutkazasiz, 2 kun ishlaydigan bo'lsangiz, ana shu kunda pulni 2 barobarini topasiz pashti do'stim. Undan tashqari yeb ichishingiz rasxoti bor, ichki ishlar xodimlariga tushasiz, dokumentingizda muammoingiz bo'lsa, biz sizga bir kunda kirdi chiqdi xizmatini taklif qilamiz. Alloh xayringiz bersin, shunchaki murojaat qiling. Ahlan va sahlan.